Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 27-iyun 2025-yil. Mana bir laboga tunuka oshib yoqib bo'ldik. Bu laboni atroflariga tunuka qopladik. Shuni izolyatsiyalar qilingan holatda mana bu joylariga konteyner pollar qo'ydik. Mana tormizda keladigan har qanaqa yuklarni hech qanaqa yuk bo'ladigan bo'lsa, tekkanda mana shu narsa bukilmaydi. Mana bu joylarda peneflekslari bor. Mana bu salonga issiq sovuqda, mana bu orqadan tushadigan issiqni ushlab qoladi, ichkariga o'tmaydi. Yo'llar bukib chiqilgan, mana bu joylari 1,5 sm polni bukib chiqilgan, qo'lda ochganda ilmaydigan. Tagidan ana samolyot zakolovkalari yo'q, hammasi tag tomondan qatiriladi. Hop, mana bu yon tomoniga sondiqcha qo'yib qo'yganmiz. Bu sondiqchasi har tomonlama akkumulyator tomonlama ham yopiq. Mana bu balondan sachragan loylarda tegmaslik uchun qilinadi. Ochilishlarini ko'rsatamiz buni. Mana bu holatda ochiladi. Qalinliklari 1.8 ichiga temir kulich zamkalar, agnishitel, aptechka shunga o'xshagan narsalar solsa bo'laveradi. Mana bu holatdagi loylar bo'lmaydi. Mana bu borib yopadi akkumulyatorlar yonidan. Mana shunaqa bo'ladi. Bu sondiqchalar alohida sotiladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Poliga rezinkalari ham bor, uloqsizliklari ham bor, tepasiga bagajlari bor. Mashinaga xizmatlar kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Bardon qishlog'i, svetofor yaqinida. Ishlarimiz yoqsa kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.